PUBG Mobile'da obnovleniydan keyin nastroykaga tushunmayapsizmi? Jigarlar hamma bilgan bo'lsa kerak. Bu sezonda nastroykalarni tushunmayapti. Shu jigarlarimiz o'ylagan holda shu videoni chiqazdik. Xo'p, qaranglar bolalar, birinchi qiladigan nastroykamiz, qaranglar. Nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirganda bu yerda rejim preset degani bor. Preset o'zingizlar xohlaganinglarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Bu короче tushganinglarda mana shu Twitter nastroyka управлениеga tushganinglarda xo'p nanoatda bo'ladi. Rejim preset degani bor. Sizlarda nishon nimadir deb yozib qo'ygan bo'ladi. Bu xohlasanglar najat любойga qo'yib olsanglar bo'ladi. Bu birinchi nastroykamiz. Endi ikkinchi nastroykamiz mana bu yerda qiyshayadigan, ya'ni naklon qiladigan. Hozir sizlarga naklon qilishni o'rgataman. Qayerga qo'yilgan. Oldin bir xil bolalar o'zgarish yo'q. Ko'pchilik endi qo'limdan kelgancha biladigan narsalarimni o'rgataman. Shu tushganingizda mana eng tagida naklon qilish. Bu yerda udержатga qo'yib qo'yaman men doim. Naklonni udержатga qo'yaman. Lekin haqiqatan multfilm bo'lib qolgan. Xo'p, ikkinchi keyingi qiladigan nastroykamiz. Xo'p, tushamiz pastga. Mana tushganingizda umumiy metka, любой narsalar bor bu yerda. O'zingizlarga to'g'rilab yopib o'chirib olsanglar bo'ladi, bemalol. Ko'ramiz. Mana buni qo'yaylik-chi, nima? Bu interfeysga ta'siri bor deyapti. Yo'q, g'alati bo'lib qolar ekan buni qo'ysangiz. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi bu. O'chiramiz uni. Qani interfeysga. Mana Splash'da arena bor bu yerda. Sirpanish, ya'ni sirpanish bu yoqda pastga qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda endi men bilan sizlarda past turadi bolalar, men bilan past turadi sizlarda. Bu yuradigan balandroq turadi, full turadi bu yuradigan. Shuni ko'tarib qo'yamiz. Agar buni tushirib qo'yadigan bo'lsak, mana yonimizdan personaj yonimizda bo'lib qoladi. Buni nima qilamiz? Bu yoqda eng pastida o'zi ko'rib qiyin joyi, mana o'tasizlar, o'tganinglarda bu yoqda to'g'rilanadiganlar bor. Первый лицо, третий лицо bor. Uchinchi shaxs, birinchi shaxs. Bu yoqda metkalar bor. O'zingizlar otganinglarda tegadi. Xo'p. Endi yana nimani o'rgatsam? O'zi hamma narsa o'zi avtomatik normal turgan bo'ladi. Chekda vehicle qilamiz. Bu yerda eng pastida giroskop joylashgan bolalar. Giroskopda doim yoniq qilib qo'yamiz. Mana giroskopda ham yoqdik. Lekin meni upravleniyam emasda bu. Meni upravleniyam bunaqa turardi. Nimagadir mana shu musorga qilib qo'ygan. Вообще musorga qilib yuborgan o'yinda. Bilmadim, bu kim? Xo'p, endi hozirlarga shu narsalarni o'rgatdim. Men chustvoitel grafikalarni mana любой joyga o'zingizlar balansda turibdi. Menda nastroykaga o'tkazib olishinglar mumkin. Maksimumga qo'yishinglar mumkin xohlasanglar. Ultra HDR ko'tarmaydi. Menda ekstremalniy bor ekan, yaxshi. O'zingizlar to'g'rilab sekin-sekin qo'yib olsanglar bo'ladi. Bu yoqdan o'zingizlarga yoqqan grafikani tanlab, o'zingizlarga yarkislarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Qiyin emas, bolalar. Eski PUBG, lekin eskiligidan uncha PUBG. Sizlarga qo'limdan kelgancha borini o'rgatdim. Har doim har doim qilinadigan ishlarni tushunmayotgan bolalar ko'p ekan, o'shaning uchun qo'limdan kelgancha o'rgatdim. Yana biladigan narsalarimni sizlarga shu joyda tashlab boraman bolalar. Hammaga rahmat. Agar part 2 chiqishini xohlasanglar, aktiv ko'rsatamiz. Qani ketdi? 50 ta laykda part 2 go. Part 2 qizuvmi? Kommentariyada yozib ketamiz.